O'zbekiston U17 terma jamoasining chorak finaldagi raqibi aniq bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb mavzulardan xabardor bo'lish uchun bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogida O'zbekiston terma jamoasining chorak finaldagi raqibi Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bo'ladi. Ushbu o'yin 13 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 22:15 da Toif shahridagi Qurol Faxt stadionida start oladi. Qayd etish kerak, ikkala terma jamoa ham joriy yilning noyabr oyida Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi musobaqaning A guruhidan o'rin oldi va birinchi turda Tailandni, ikkinchi turda Xitoyni va uchinchi turda mezbon Saudiya Arabistoni terma jamoasini mag'lub etgan holda 100% natija bilan keyingi bosqichga yo'l oldi. Birlashgan Arab Amirligi o'smirlari esa B guruhida 4 ochko jamg'arib, 3-o'rin bilan chorak final va Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun bizning kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'yishni unutmang.